ichasan. İçeri. Bobojon, og'a endi yashib qoladimi? Ha, unga xotirasini tiklaydigan dori berdim bolam. Hali oddiy bo'lib ketadi. Shunchalikka boradimi? Eng yaqin ishongan odamlarimi? Eng og'ir zarba ishonib turganingda berilgan zarba bo'lar ekan. Hozir o'zingizmisiz? Kvartirangizni svet yonib qolganiga havoragan chiqyapti o'zim. Yaxshimisiz? 2 yildan beri yo'q edingiz. Aholingiz yaxshimi? 2 yildan beri bemorlik bo'lib kelganim yo'q edi. Ozgina mehmonlarim bor edi. Kuzatib olay, chiqaman, gaplashamiz. Sog' bo'ling qo'shni. Xo'p. Azizbek, tabibni topgani qiynalmadingizmi? Yo'q, o'g'lim, telefonlashib qoldik. Surishtirib turib topdim. Tabib ota, siz ham ozgina ovora qildik. Ozgina vaqtingizni olamiz endi. Yo'q, ovoragarchilik yo'q. Nima xizmat bo'lsa tayyormiz bolam. Qaytar dunyo ekanini qarang. O'shanda hushim yo'qligida siz yordam bergan ekansiz. Mana beborligingizda biz yordam berdik. Xo'jayinimizni giyoh bilan zaharlashgan. O'shundan keyin xotirasini yo'qotib qo'ygan. Aziz, senga vazifa. O'sha odamni yer tagdan bo'lsa ham topasan, men nima qilsam qilaman. Tushundingmi? Xotiram tiklanganini, yaxshi bo'lib qolganimni ikkalanayingdan boshqa hech kim bilmay tursin. Kasal holatimda yana ozgina yurishim kerakga o'xshayapti.